Uchinchi dars. Jasper IQni tushunish. Bu darsda siz bilan Jasper IQni ko'rib chiqamiz. AI vositasi bilan biznes ehtiyojlaringiz ustida qancha uzoq ishlamang, ko'pincha kontentni xuddi biznesingiz bilan birinchi marta tanishayotgandek yozing. Jasper IQ buni Jasperga biznesingiz haqidagi doimiy bilimlarni berish orqali hal qiladi. Shuning uchun har bir kontentni kim ekaningizni aks ettiradi. Umumiy kontent muammosi. Jasper marketing matnlar uchun yaratilgan bo'lsa-da, shablonlardan foydalanganda ham ba'zan uning natijalari umumiy bo'lib tuyulishi mumkin. Sizningcha bu nima sababdan sodir bo'ladi? AI marketing kontenti odamlar kabi yaxshi yoza olmaydi. Shablonlar yetarlicha yaxshi emas va eng yaxshi versiyalar uchun qimmatroq obuna kerak. Agar siz bermasangiz, Jasper biznesingiz haqidagi aniq tafsilotlarni bermaydi. Shablonlar kontent tuzilmasi berish mumkin, ammo ular mahsulot nomlari, noyob savdo takliflari yoki brend ohangizni taxmin qila olmaydi. Shuning uchun, agar siz bermasangiz, Jasper biznesingiz haqida aniq tafsilotlar bilmaydi. Aytaylik, siz Portlandda joylashgan Bean Brew nomli kichik qahvaxona yuritasiz. Siz yangi mavsumiy ichimlik e'lon qilish uchun Jasperning promotional email shablonidan foydalanasiz. Umumiy natija yaratish. Salom, mijozning ismi. Menyuyimizga sifatli yangi ichimlik qo'shilganini mamnuniyat bilan e'lon qilamiz. Shuning uchun uni kelib sinab ko'rishingiz uchun ajoyib bahona yaratmoqchimiz. Cheklangan vaqt davomida faqat siz uchun maxsus taklif. Yangi mavsumiy ichimligimizga buyurtma bering va ikkinchi ichimlik mutlaqo bepul oling. Bu do'stingizni qahva ichishga taklif qilish yoki o'zingizni biroz ko'proq kofein bilan siylash uchun ajoyib imkoniyat. Sizni qahvaxonamizda ko'rishni intiqlik bilan kutamiz. Jasper bergan javob aslida noto'g'ri emas, ammo nimadir joyida emasdek tuyuladi. Bu emailda nima yetishmayapti? Buni o'ziga xos qiladigan jihatlar yo'q. Mijozlar uchun muhim bo'lgan haqiqiy tafsilotlar, mavjudligi mos keladigan yeguliklar, ichimlik aniq nomi, qahvaxonaning o'ziga xos va kayfiyati. Bularning barchasi kontent umumiy bo'lib chiqmoqda, chunki Jasper sizning biznesingiz haqidagi ushbu aniq tafsilotlarga ega emas. U faqat sizda yangi ichimlik, qahvaxona borligini biladi xolos. Shuning uchun ichimlikning aniq nomi yetishmayapti, ya'ni Maple Cinnamon Latte. Shu yerda Jasper IQ bilan tanishing. Aynan shu yerda Jasper IQ ishga tushadi va vaziyatni saqlab qoladi. Bu sizga biznes kontekstini bitta joyda saqlash imkonini beradi. Shunda Jasper kontent yaratish uchun foydalanadi. Jasper IQ xuddi biznesingiz uchun bilimlar bazasidek ishlaydi. Masalan, siz quyidagilarni qo'shishingiz mumkin: biznes profili, mahsulot xizmatlari, ya'ni nomlari, tavsiflari, xususiyatlari, narxlari va brend ovozi yoki asosiy faktlar. Bu bir marta sozlab qo'yilgach, ushbu ma'lumotlar barcha loyihalar va shablonlarda mavjud bo'ladi. Natija qanday o'zgaradi? Jasper IQni sozlash xuddi biznesingiz uchun bilimlar bazasidek. Masalan, siz quyidagilarni qo'shishingiz mumkin: mahsulotlar, brend ovozi, asosiy faktlar va biznes profili. Birinchi versiya bilan bu versiya o'rtasida nima o'zgardi? Umumiy full beverage aniq Maple Cinnamon Latte'ga aylandi. Brend shaxsiyati qo'shildi. Noaniq quality ingredients aniq manbalardan olingan tafsilotlarga aylandi. Bu yerda barchasi to'g'ri. Jasper IQ aniq kontekstni, mahsulot nomlari, ingrediyentlar manbai, brend shaxsiyati va amaliy tafsilotlarni taqdim etdi va umumiy natijani haqiqiy biznesingizga o'xshab kontekstga aylantirdi. Jasper IQning ta'siri. Qaysi natija ehtimol Jasper IQdan foydalanilgan? Mutaxassislar uchun mo'ljallangan yangi konsalting paketimiz bilan tanishing. Bu yerda Jasper IQ foydalandimi yoki foydalanmadi?
Bu umumiy generating, aniq paket nomi, maqsadli auditoriya tafsilotlari yoki noyob joylashuv yo'q. Ehtimol Jasper IQning biznes kontekstni ishlamasdan yaratilgan. Ikkinchisi, bizning leadership dasturimiz texnologiya kompaniyalaridagi o'rta bo'g'in menejerlarga 6 oy ichida birga-bir murabbiylik va hamkasblar bilan mas'uliyat guruhlari orqali VIP lavozimga o'tishga yordam beradi. Bu aniq va asosli eshitildi. Dastur nomi, maqsadli auditoriya, vaqt oralig'i va taqdim etish usuli ravshan ko'rsatilgan. Bunday darajadagi aniqlik odatda saqlangan biznes kontekstidan kelib chiqadi. Bu yerda Jasper IQdan foydalanilgan. Oxirgi savol. Jasper IQ AIga o'xshab eshitiladigan umumiy kontent kamaytirishning asosiy yo'li nimadan iborat? U insondekroq eshitiladigan barcha AI modelidan foydalanadi yoki u avtomatik ravishda matndan olib tashlaydi. U noaniq marketing tilining o'rniga Jasperga aniq faktlar beradi. U raqobatchilarning Jasper IQni qachon ishlatish kerak? Umuman olganda Jasper IQ eng foydali bo'lganda siz bir xil biznes uchun muntazam ravishda kontent yaratsangiz yoki siz tez-tez murojaat qilinadigan aniq mahsulotlar, xizmatlar yoki takliflarga ega bo'lsangiz yoki barcha kontentda bir xil va barqaror brend ovozini xohlasangiz va bir xil biznes tafsilotlarini qayta-qayta tushuntirishdan charchagan bo'lsangiz, Jasper IQni ishlatish kerak. Qisqacha aytganda, Jasperdan vaqti bilan emas, balki muntazam foydalansangiz, Jasper IQni sozlab qo'ying. Keyingi bosqichda siz barcha ushbu qismlar, shablonlar, loyihalar va Jasper IQ g'oyadan tortib tayyor marketing kontentigacha bo'lgan to'liq ish jarayonida qanday qilib birlashishini ko'rasiz.